ko'p marta endi ukoldor lecheniya qilishmaydi. Mana shundan bir kurs olsa ancha yaxshi o'zgarish sezishadi. Belni og'rib turardi. Oyoq og'riqlariga asosan ko'p narsalarga shifo ekan. Erkak kishi uchun ancha yaxshi foydalari bor ekan odamlarga. Asablar tinch, yaxshi. Endi ancha yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Oyoqlarning og'rishi uncha qoldi. Uyqular yaxshilandi, xudo xolasa. Davolanish endi asosan uyda endi yengil bir lecheniya qilingan, asosan bir narsa bu joy qattiq kirishib yuborilmagan. Endi mashina olgandan keyin yaxshi nima o'zgarish bo'ldi. Olib ichsa bo'ladi, arziydi. Ukol yo tabletkalar emas endi. Bor narsa haqiqatda tabiiy narsalar ekan, siz bo'ladi. Qiynalib yurganlarga tavsiya qilaman. Men o'zim Namangan Uchqo'rg'on rayonidanman. Foydalari yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. O'sha ixlos bilan ichish kerak. Foydalari yaxshi seziladi. Ikkilanib yurgan yosh kattalarga, boshqalarga manfaati yaxshi bo'ladi. Ikkilanmasdan olishaversin. Bir kurs olib ichib ko'rgan odam afsuslanmaydi.